Assalomu alaykum aziz do'stlar. 8-may kuni o'tkazgan vebinarimiz juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Ko'p insonlar manfaat ko'rishdi va ulardan biz izohlar oldik. Juda yaxshi bir vebinar bo'ldi, ko'p bilim oldik deyishyapti. Bu haqda men o'zimni storieslarimda ham qo'ydim. Katta rahmat qatnashgan insonlarga va fikr bildirgan insonlarga. Endi biz bu vebinarni darslik shaklida parchalab, ya'ni sizga qulay qilib parchalab hammasini tayyorlab qo'ydik. Mana biz buni agar siz nimaga qatnashgan bo'lsangiz, vebinarga qatnashgan bo'lsangiz, mana bunaqa xat keladi sizga. Ya'ni sizga darslikni ham ochib berdik. Chunki vebinarga qatnashganlar o'zini to'lovini qilib qatnashgan, shuning uchun ularga darslik bepul. Yoki darslikni siz hozir agar qatnashmagan bo'lsangiz sotib olishingiz ham mumkin. Mana bunaqa xat keladi. Bunda siz login tugmasini bosib, o'zingizda ma'lumotlaringizni kiritasizda va platformamizga kirasiz. U yerda mana bu darslik sizga ochilgan. Kanadada qonuniy ishga kelish. Kanadada qonuniy ishga kelish degan kurs shaklida. Bu juda qulay. Buni bossangiz mana kursimizni shakli. Endi ingliz tilida platformamiz bo'lgani uchun, lekin ichkarisi o'zbek tilida albatta. Mana 9 ta qismdan iborat darslik. Birinchi moduli 9 ta qismdan iborat. Bu kichik video shakliga keltirganmiz, chunki ma'lumotlar ko'pligi uchun buni nima deydi, hazm qilish osonroq bo'lsin va texnik jihatdan biz 4 gigabaytdan ko'proq bitta videoni yuklay olmas edik. Shuning uchun buni parchalab, mavzularga parchalab qo'ydik. Har birini ko'rishingiz mumkin. Mana bosasiz va bu ko'rsatishni boshlaydi. O'shanda siz agar savollaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, bu darsliklarni parchalaridan siz mana bu yerga kommentariy yozishingiz mumkin. Biz kommentariyalar har birini o'qiymiz. Endi yana muhim joyi shuki, ikkita moduldan iborat. Mana birinchi moduli 9 qism. 9 qism kichkina videolardan. Videolarda uzunligi 2 minutdan 10 minutgacha maksimum mavzularga bo'lingan va eng muhimi mana yerda to'liq kurs taklifi va bonuslar degan qismida mana bu yerdagi hujjatlarni o'zingiz yuklab olishingiz mumkin. Bu hujjatlar nimadan iborat? Albatta prezentatsiyadan iborat. 28 varaqlik prezentatsiya. Sun'iy intellekt bilan o'zingizni hujjatlaringizni tayyorlash promptlari, Kanadada maosh xaritasi va Kanadadagi top 100 ta ishxonalarni, chet elliklarni olayotgan ishxonalarni ro'yxati. Bu davlatning manbasiga tayangan holda bu nima tayyorlangan. Buni bosib yuklab olishingiz mumkin. Mana bu shaklda yuklab olasiz va ochib qisqacha ko'rsatishim mumkin, chunki insonlar hammasi ham uni nima qilmasligi mumkin. Hozir ochilsa men ko'rsataman. Buni Excel shaklida qildik. Excel shaklida hozir men buni ko'rsatishim kerak sizga qulay bo'lishi uchun. Excel shaklida buni barchasini ko'rsatamiz. Hozir sizga mana bu shaklda. Mana bu shaklda bu yerda hamma ishxonalar bor, kontaktlari bor, nechta ishchi olgan, masalan 600 ta ishchidan to 66 ta ishchigacha, eng pasti 66 ta. Biz endi top 100 talikni tanlaganimiz uchun bunda ishxonalarning ro'yxati mana shunda ko'rsatilgan. Ko'rib turibsiz, barcha darsliklarni biz qulay ravishda taqdim qilyapmiz. Bu nimani siz borib darslikni olgan bo'lsangiz, buni ichida hamma narsasi bor. Ketdik bo'lmasa, mana bu yerda aytib o'tdim, hujjatlar sizga, kommentariyalar qo'ysangiz bo'ladi har bir darslikni orasiga. Keyin biz ikkinchi modulni 7 ta qismga ajratdik, chunki savol va javob sessiyasi ham 1 soatdan oshiq savol-javob sessiyasi bo'ldi. Bu yerda har bir savolga birma-bir javob berganmiz. Mana bunday qilib videosini ko'rsangiz bo'ladi. Mana har bir videoda biz savolga javob berganmiz. Buni siz o'zingiz vaqtingiz topganingizda, vaqt qulay bo'lganda ko'rishingiz mumkin. Mana shunday aziz do'stlar, bu sizga endi qulaylik yaratadi degan umiddaman. Agar izohlar, fikrlar bo'lsa bo'lishing. Bu darslikni bizni pastdagi linkda borib, havolada borib sotib olishingiz mumkin. Atiga $9.99 juda ko'p bilim, juda ko'p manbalarni, juda yaxshi hujjatlarni olasiz va Kanadaga qonuniy ishga kelish uchun qidiruvingizni boshlaysiz. Strategik, tizimli bir ravishda. Ko'rishguncha
Kanadada. Salomat bo'ling.